Loyal Travel sizning ishonchli hamrohingiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, siz bilan payg'ambarlar tarixini o'rganayotgandik, navbatma-navbat silsila qilib va oxirgi bo'lib Yusuf alayhissalomni hayotini ko'rib chiqqan bo'ldik. To'liq emas. Birinchi qismini ko'rib chiqdik, ikkinchi qismini yana ko'rib chiqamiz degan edik va bugun Xudo xohlasa ko'rib, o'rganib chiqamiz. Xo'p desangiz, ustoz, men savol bersam. Boshladik. Yusuf alayhissalomni hayoti bilan birinchi qismda tanishgandik. Bu safar oladigan foydalarimizdan boshlasak, Yusuf alayhissalomni hayotidan nima foydalarni olamiz? Bismillah, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taologa hamd sano bo'lsin, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Hamma narsadan oldin keling Yusuf surasi haqida bir ozgina to'xtalamizda. Yusuf surasi Makka da nozil bo'lgan sura. Madinadagi yahudiylar Makkada payg'ambar chiqqanini eshitib, mushrik, ya'ni Quraysh mushriklari orqali savol so'ratishgan ekan. Yusuf payg'ambarning qissasini aytib bersin, hikoyasini deb. U paytgacha ma'lum bo'lmagan Yusuf alayhissalom hikoyalari bu darajada batafsil aytilmagan. Ya'ni zamonlar o'sha avloddan avlodga ko'chib yo'g'ib ketgan o'sha hikoyalar hech kim bilmaydi. Alloh taolo mo'jiza o'laroq Yusuf alayhissalom hikoyalarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ipidan ignasigacha batafsil eng go'zal holatda hikoya qilib aytib beradi. Vahiy sura, bitta sura Yusuf surasi boshdan oxirigacha faqat shu Yusuf alayhissalom haqlarida Alloh taolo nozil qiladi. Va Yusuf surasini xosatan Makka davrida nozil bo'lishligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ustilariga ketma-ket qiyinchiliklar, musibatlar kelayotgan paytga to'g'ri keladi. U kishiga bir tasalli bo'lishligi uchun ham Yusuf surasi o'sha paytlarda nozil bo'ladi. Ya'ni chunki qarasangiz, masalan, Yaqub alayhissalom boshlariga tushgan musibat, Yusuf alayhissalom boshlariga tushgan musibatlar va oxirida nima bilan yakunlandi? Mana shularni hikoya qilinadi va bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga juda katta tasalli bo'ladi. Juda katta bir turtki bo'ladi o'sha haq yo'lda sobit turishlariga. Xo'p, keling endi boshlaymiz. Yusuf alayhissalom, men bitta kitob ko'rdim. Agar u kitobni o'qib chiqib turib, agar ko'rsatuvga kelganimda 2-3 hafta o'tib ketardi. Chunki bunday qarasam betlarini 1400 bet. Yusuf alayhissalom qissalardan olinadigan foydalar, ibratlarni o'zi, tafsir emas. Ibratlarni o'zi 1000 betdan ko'proq bo'lgan ekan. 3-4 ta manbalarni ko'rdim. Hammasidan to'plangan holatdagi qaymog'ini, inshaalloh, foydalarni qaymog'ini aytamiz. Birinchisi, Yusuf alayhissalomning tushlaridan boshlanadi. Bu kishi tushlarini dadalariga aytdilar. Demak, inson tushini hammaga ham yoyish kerak emas. Ya'ni yaxshi, foydali, ma'nolik, bama'ni tush bo'ladigan bo'lsa, ilmli kishiga aytish kerak bo'ladi. Yusuf alayhissalom demak dadalariga aytdilar. Yana bir foyda, buni raqamlar bilan aytib o'tirmayman, ketma-ket aytib ketaveramiz olinadigan foydalarni. Yaqub alayhissalom o'g'illari Yusuf alayhissalom tushlarini aytgan paytda ogohlantirdilar. Akalaringga aytmagin dedilar. Senga hasad qilish mumkin. Shayton insonga qattiq dushman. Shayton vasvasasiga uchib, akalaring senga hasad qilishi mumkin. Demak, hasad inson o'zi yaqinlaridan ham bo'ladi. Mana shunga ham bir dalolat bor. Odam shuning uchun bundan keyingi bunga bog'liq bo'lgan yana bir foyda, insonga bir yaxshilik bo'lsa, bir ne'mat bo'lsa, uni yashirishlik yaxshi bo'ladi kerak bo'lsa. Hammaga oshkora qilgandan ko'ra Alloh unga bergan bir yaxshilik bo'lsa, ne'mat bo'lsa, odamlarga aytmasdan yashirishlik. Bir hikmatli so'z bor, ba'zilar buni hadis ham deyshadi. Hojatlaringiz qazo bo'lishini, hojatlaringiz ravon bo'lishini istasangiz, qilayotgan ishingizni yashiring. Ya'ni sizga kelayotgan ishlarni yashiring. Hammaga, ya'ni ko'r-ko'rona oshkora qilmang. Hasadchi bor, boshqasi bor, dushman bor. Shuning uchun indamasdan ishingizni qilavering. Shuning uchun ham qarangda, masalan, sadaqa berishda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deganlar? Sadaqa bu katta savobga ega qiladigan bir ega bo'lishga sabab bo'ladigan amal hisoblanadi. O'ng qo'ling bergan sadaqani chap qo'ling bilmasin deganlar.
o'zingizni qo'lingizda ikkovi ham. o'ng qo'lingiz bergan sadaqani chap qo'lingiz bilmasin deyaptilar. Maxfiy qilish, yashirish. Ajr savoblarni-ku undan oldin yashiriladi. Ya'ni riyo bo'lishdan qo'rqib. Ota farzandiga nasihatgo'y bo'lish, o'zini ahlini har xil xatarlardan, yomonliklardan ogohlantirish, oldini olish. Xuddi cho'pon boqib yurgan qo'ylarini qanday rioya qilgani, ya'ni rioya qilish degan arab tilida boqish degani o'zi. O'zbek tilida rioya qilish, bir narsani hisobga olish degani, arab tilidan olingan bu rioya degan so'z o'zi. Ya'ni issiq sovuqdan xabardor bo'lish, yomon joylardan, tahlikali o'rinlardan qo'riqlash, bularning hammasi shunga kiradi. Yaqub alayhissalom farzandlarini, Yusuf alayhissalomni ogohlantirishlar mana shu bobdan. Alloh taolo Qur'onda aytgandek, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum naro. O'zinglarni va ahlinglarni do'zax o'tidan asranglar. Ya'ni dunyo oxiratda zarari bo'ladigan narsalardan ogohlantirishlik kerak inson farzandlarini. Eng katta mas'uliyatlardan biri bu. Inson hayotda yashar ekan bir qancha bosqichlardan o'tadi. Go'daklik bosqichi, yigitlik, o'smirlik, katta kishilik va go'daklik paytida, yosh bolalik paytida o'ynashga qiziqadi. O'yinga, boshqasiga qiziqadi. Xuddi masalan, misol uchun oddiy misol bir hayvonlarning kichkinasini ko'rasiz-ku, mushuk bo'lsin, ya'ni sakrashga, o'ynashga qiziqadi. Katta bo'lgandan keyin bunaqangi xususiyat qolmaydi ularda. Inson bolasi ham kichkina bo'lganda albatta o'ynaydi, o'yinga ehtiyoji bo'ladi. Yusuf alayhissalomning akalari otalaridan so'rashganda biz bilan birga borib aylanib o'ynab keladi deyishgan. Ya'ni ota farzandiga fursat berishlik kerak o'ynashga. O'ynab bir mazasini chiqarishga, bir ya'ni xumordan chiqib olishga sharoit yaratib berish kerak. Ya'ni farzand bo'lganda o'ynaydi. Siz kichkina farzanddan katta odamning aqlini talab qilmang-da. O'ynaydigan payti hali. O'shanga ruxsat berishlik kerak otasi. Ya'ni bunga sharoit yaratib berish kerak. Yana shu bilan birga ustoz bir ma'lumot o'qigandim. Yosh bolalarni ichidagi energiyasi katta odamlarnikiga nisbatan bir necha baravar ko'p bo'lar ekan. Shuning uchun yuragi ham 120 ta urishligi tabiiy holat yosh bolaligi. O'shaning uchun o'sha yugurib, nima deydi, sakrab, boshqa qilib, o'ynab, o'sha energiyani agar sarflamasa bo'lmaydi ekanda, o'shani chiqarib turish kerak ekan energiyani. Bolalar o'sha shaklda. Tushundim. Ya'ni ota-ona bolasiga albatta bir erkin bo'lishiga, o'yin o'ynashiga, haligi quvnab yayrashiga bir qadar imkon yaratib berish kerak. Ajoyib foydalar. Hasad yoki rashk yoki qizg'onish bular o'z me'yorida bo'lmasa, o'z o'rnida bo'lmasa, o'limga olib boradi oxiri. Xuddi Yusuf alayhissalomning akalari hasad qilib, hatto o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ba'zi bir akalar yo'q, o'ldirmagan, tashlay qolgan deyishdi, quduqqa tashlashdi. Shuning uchun bir chegara qo'yishlik kerak. Hasad umuman mumkin emas, bemavrid deymiz yoki noo'rin rashk, qizg'onish bu narsa oxiri o'lim bilan yakunlanadi. Yana bir narsa bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Abdulloh ibn Abbosga qilgan nasihatlari bor. Butun dunyo to'planib sizga zarar bermoqchi bo'lsa, Alloh taolo sizni peshonangizda, ya'ni bizda peshona deb aytiladi yoki taqdir aslida. Taqdiringizga yozganchalik zarar qilishi mumkin, undan ortiq qila olmaydilar. Yusuf alayhissalomning akalari Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlashar ekan, ular bilishmas ediki, bular o'sha Misr tomonga qarab ketayotgan karvonga bir yo'lchi tayyorlab berishdi. Bir vazir tayyorlab berishdi. Agar o'ldirishganda edi, balki bu narsa to'xtagan bo'lardi. Ya'ni albatta yomonlik qilishdi, hisob-kitob Allohning huzurida buni hammasi, lekin buni orqasidan Alloh taolo xohlagan hikmat bor edi. Shuning uchun biz bilishimiz kerak. Hayotimizda qanday bir musibat, qiyinchilik bo'lmasin, albatta Alloh taolo musulmon bandasiga yashirib qo'ygan bir hikmati bo'ladi. Ko'p misolda aytaman buni. Doktorga borsangiz, bir joyingizni kesadigan bo'lsa, yarangizni kesib davolaydigan bo'lsa, yosh bola buni ko'rsa, uni vahshiy inson deb biladi doktorlar. Lekin siz uni bilib turibsizki, kesmasa bo'lmaydi. Siz rozi bo'lasiz kesmayli davolashlik uchun. Chunki uni orqasida yaxshilik bor. Xuddi shunday bo'ladi. Alloh taoloning qazo qadariga iymon keltirgan musulmon, unga qattiq musibat kelgan paytda ham o'ziga, ahliga yo eng yaqin odam o'lib qoldimi, boshqa bo'ldimi, Alloh taolodan deb biladi va bu narsani orqasida Allohning men uchun bir xohlagan bir yaxshiligi bor deb biladi. Ustoz, bu yerda tushungan narsam, ya'ni o'sha siz aytgan narsa hozirgi biz
yaxshi deb o'ylagan narsalarimizda bir yomonlik bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz. Biz yomon deb o'ylagan narsalarimizni tagida bir yaxshilik bo'lishi mumkin. Buni ham biz bilmaymiz. Buni faqat yaratgan Alloh taoloning o'zi biladi. Mana misol uchun ular nimalarni o'ylagan bo'lishi mumkin? Ana shu akalar Yusuf alayhissalomni quduqqa tashlayotgan bir paytda o'ladi. O'ylaganliklari aniqda, u quduq, suv, uning ichida odam suzolmaydi, kichkina bo'lgandan keyin bo'g'iladi, ya'ni suvda boshqa g'arq bo'ladi. Lekin Alloh taoloning bir fazli bilan, Alloh taoloning bir mo'jizasi bilan hayotda qolib, bir payg'ambar qilishni yozgan ekanda, Alloh taolo u kishini peshonasiga, taqdiriga, ya'ni va bo'lib ham Misrga borib vazir bo'lish darajasida, ya'ni u inson uchun boshida nima bo'ldi va Alloh taolo orqasidan qanaqangi mukofotlarni taqdim qildi, bu narsani o'rgandim men. Akalari hatto Qur'onda oyatda keladi, akalar so'zi yaltaqitu ba'da sayyara deb aytishadi. Ba'zi o'tib ketadigan yo'lchilar olib ketadi buni deyishadi. Quduqqa tashlashayotgan paytda. Balki olib ketardi. Haqiqatan paqirni tashlab tortishgan paytda ichida ya bushro hada g'ulam deb aytadi o'sha xizmatchilar, o'sha karvon xizmatchisi suv tortgan paytda, "Ey, bola chiqdi buning ichidan" deb turib, ya'ni xursand bo'lishadi, yashirib qo'yib olib borib sotib olishadi. Qarang, juda ham muhim nuqtalardan bittasi. Akalar nima deyshadi? Aytishadiki, sizlar Yusufni o'ldiringlar yoki bir joyga borib tashlanglar, yo'qotinglar shu Yusufni. Shunda otanglarning muhabbati sizlar uchun xolis bo'ladi. Undan keyin yaxshi odam bo'lib ketaverasizlar. Ya'ni bu gunohni qilib yuboringlar, keyin tavba qilib olasizlar. degan ma'nodagi bir oyat. Bu narsa mumkin emas. Chunki ba'zida o'zimizda ham ko'p ishtiladi-ku. Tavba qilib olasan, bundan keyin namoz o'qib olasan, istig'for aytib olasan, gunohni qilavergin, keyin tavba qilib olasan. Birinchidan, u odam yashashligiga kafolat yo'q. Balki gunoh ustida o'lishligi mumkin. Balki gunoh qilib bo'lgandan keyin tavba qilmasdan ham o'lishligi mumkin. Ikkinchisi, tavba qilishlikka umuman, ya'ni umriga kafolat yo'q, tavba qilishga ham kafolat yo'q. Balki u odam yana fosiqlikda davom etar, yana boshqa gunohlarni qilar. Bu shuning uchun, ya'ni bu degani gunohdan oldin tavba qilish degani-da. Gunohdan oldin yo'q, tavba gunohdan keyin va qaytib qilmaslik bilan bo'ladi tavba. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya gunoh qilib olaver, keyin tavba qilib olaman. Yo'q. Bu yoq hech qanday bir kafolat yo'q undan keyinga. Bir hikoya bor-da, kichkina. Ular aytdi-ku, hozir Yusuf alayhisolamning akalari u kishini quduqqa tashlashdi. Yomonlik xohlashdi, lekin Alloh buni orqasidan bir yaxshilik xohlagan edi. Iroqlik bir ovchini hikoyasi. Ovchi o'sha sahroda ov qilgani chiqib, kichkinagina bir sichqonni ko'rib qoladi-da. Nariroqda bir ilon ham turibdi, ki bularni kuzating, qanaqa qilar ekan, nima qilar ekan deydi. Sichqon yurganda ilon ovlaydi sichqonni va yutadi. Yutgandan keyin haligi odam ilonni o'ldirib, miltig'ida ilonni otib, qornini yorib, sichqonni chiqarib yuboradi. Tirik bo'ladi sichqon hali. Sichqon o'zida yo'q hali. Ya'ni uyoq-buyoq qilib yurguncha osmondan bir burgut kelib, sichqonni olib ketadi. Bu yerda bir qancha ibrat bor. Birinchisi, ilon sichqonni men yedim, meniki deb o'ylagan edi. Lekin uniki emas ekan. Alloh taolo ya'ni shuni sababchi qilib, ovchini sababchi qilib qornidan chiqarib yubordi. Ikkinchisi, sichqonni bo'ldi, men qutuldim. Ya'ni bu musibatdan qutuldim deb o'ylagan edi, lekin qarasa undan ham battar musibatga ketdi. Ya'ni Alloh kimga qaysi rizqni qachon bitgan bo'lsa, o'sha baribir yetib boradi. Yetib bormasdan iloji yo'q. Bizdan talab qilingan narsa harakat, qolganini Alloh taologa tavakkal qilish. Alloh taolodan qo'rqish. Xoli qolgan paytda. Masalan, Yusuf alayhisalom o'sha Zulayho bilan xoli qolgan paytlarida, ya'ni Zulayho bu narsani tartiblagan bo'ladi. Haytalak kel deb chaqirgan paytda, zinoga, yomon ishga chaqirgan paytda kishi Allohdan qo'rqaman dedilar. Ya'ni Allohdan qo'rqishlarini aytdilar va tiyildilar bu narsadan. Bu xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'orga qamalib qolgan 3 kishini hikoyasini aytib berganlarida xuddi shu voqeani aytadilar. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan bir voqeani aytadilar. Bir yigitni amakisini qizi bo'ladi, uni qattiq yaxshi ko'radi. Ocharchilik paytida qiz bundan qarz so'rab kelgan paytda senga pul beraman, lekin xoli qolish niyat, ya'ni shu sharti bilan deydi. Qiz ya'ni majburlikdan rozi bo'ladi. Endi o'sha iflos ishini qilmoqchi bo'lganda qiz aytadi, Allohdan qo'rqin deydi. O'sha paytda o'zida yigit turib ketadi. Harom ishni qilmasdan turib ketadi. Agar shuni sen rozilik uchun qilgan bo'lsan, bu balodan qutqargin deydi.
ya'ni g'orni og'zini katta tosh qoplab yopib qo'ygan bo'ladi. Alloh taolo bularni qutqaradi mana shu qilgan solih amallar sababidan. Va yana boshqa bir hadisda arsh soyasida bo'ladigan 7 ta toifa insonning biri mansabdor, go'zal bir ayol gunohga chaqirgan paytda yo'q men Allohdan qo'rqaman desa, mana shu odam ham arsh soyasida bo'ladi deganlar. Yusuf alayhisalom qissalaridan olinadigan foydalardan yana biri haq bilan guvohlik berish, yolg'on guvohlik bermaslik. Podshohning huzuridagi kishilardan, ya'ni podshohning ayonlaridan hisoblanadi. Bir go'dak guvohlik berdi, Alloh taoloning mo'jizasi bilan gapirdi. Haqni gapirdi. Yolg'on gapirgani yo'q. Agar Yusufning ko'ylagi, Yusuf alayhisalomning ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf alayhisalom so'z rostgo'y, Zulayho xato aytayapti. Yoki aksi bo'lsa, Yusuf alayhisalom oldidan agar ko'ylagi yirtilgan bo'lsa, ayol rost aytayapti, Yusuf yolg'onchi. Qarasa, haqiqatan ko'ylagini orqasidan yirtilgan bo'ladi va Yusuf alayhisalomning sodiqliklari oshkor bo'ladi. Hamma bilishadi keyin u kishining sodiq ekanliklarini. Shu yerda bitta narsa bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, eng katta gunohni aytib beraymi dedilar. Ayting ey Rasululloh deyishganda, Alloh taologa shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lish deb yonboshlab o'tirib aytgandilar. Uchinchisiga kelganda o'tirib oldilar, turib aytdilarki, yolg'on guvohlik berish. Yolg'on guvohlik berish, yolg'on guvohlik berish dedilar. 3 marta, 4 martalab takrorladilar. Ya'ni yolg'on guvohlik berish, Allohga shirk keltirish, ota-onaga oq bo'lishdan keyingi o'rinda turadigan gunohi kabiralardan hisoblanadi. Birovning ustidan yozish masalan, yolg'on guvohlik berish hammasi shunga kiradi. Sahobalar aytishadiki, Rasululloh o'zlarini ko'p qiynadilar, bizdan ham ko'p qo'rqitib yordilar bu narsani bir necha marta takrorlab, shoyatki bo'ldi qilsalar edi deb aytib qolishdi sahobalar. Ya'ni yolg'on guvohlik berishda odam ehtiyot bo'lishi kerak. Harakatlarida ham ko'p narsa bor, ustoz. Birinchisi o'sha Alloh taologa shirk bo'lish va ota-onaga oq bo'lishni deyapsiz. Yonboshlab aytdilar. Yolg'on guvohlikka kelganda o'tirib juda jiddiylik bilan bir necha marta yolg'on guvohlik. Bunday hikmatiga qarasangiz, odam shirk keltirsa o'ziga zarar, ota-onaga oq bo'lsa o'ziga zarar, yolg'on guvohlik bo'lsa boshqalarga ham zarar bo'lar ekanda. Bitta o'ziga emas zarar, boshqalarga ham zarar bo'ladi-da buni. Ajoyib bir nozik jihatlaridan Yusuf surasi tush bilan boshlandi va tush bilan yakunlandi. Boshida tush ko'rdim dedilar va oxirida tushlarning ta'biri aytildi. Va yana qissani boshida Yusuf alayhisolamning ko'ylaklari soppa-sog' lekin qon shaklida olib kelishdi akalari. Yaqub alayhisolamga bo'ri yeb ketdi buni deb. Hikoyaning oxirida bo'lsa, ko'ylak sababidan Yaqub alayhisolamning ko'zlari ochildi. Ajoyib bir bog'liqlik bor-da. Hikoyaning boshi bilan oxirida. Shuning uchun eng go'zal qissa deb aytilgan. Shuning uchun tomoshabinlardan ham iltimos qilgan bo'lardim. So'rab qolgan, umid qilib qolgan bo'lardim. Yusuf alayhisalom qissasini o'qinglar. Eng go'zal qissa degan Alloh taolo Qur'oni Karimda boshdan oxirigacha bir marta emas, balki bir necha marta takrorlab o'qinglar. Ustoz, bu yerda menga eng yangilik bo'lgan narsa, ya'ni bu Yusuf surasi islom bilan birga, Yusuf alayhisalomning hayoti islom bilan birga kelganligi. Albatta. Ya'ni bundan oldin bo'lgan o'sha tillarda boyagi nima deydi, uzuq yo'loq deydi-ku. Islomdan oldin o'sha balkim yahudiylarda bo'lgandir, balkim nasroniylarda bo'lgandir, uzuq yo'loq, ya'ni shunaqa payg'ambar o'tgan, bo'lgan, shunaqa. Lekin buni qarang, Alloh taolo, men hozir o'ylab nimaga tushyapman-da, nima deydi? Hayratga tushyapman-da. Alloh taolo buni islom bilan birgalikda payg'ambarimiz alayhisalomga bo'lib ham, ya'ni ko'p payg'ambarlarning hayoti suralarda boshqa joylarda keladi-ku. Baqara surasida, boshqa suralarda keladi. Lekin aynan Yusuf surasi bitta. Faqat boshqa joyda Yusuf alayhisalom haqida zikr qilinmagan, adashmasam. Faqat Yusuf alayhisalom haqida agar adashayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin asosan, ya'ni 90% Yusuf alayhisalom haqida Yusuf surasida bo'lib ham xuddi hikoya singari, ya'ni boshidan oxirigacha hech narsaga to'xtalmasdan faqat Yusuf alayhisalomning hayoti bilan birga Alloh taolo islomda bergan bu narsani. Mana shu payg'ambarning tarixi va shu payg'ambardan shuncha o'rnaklar olishlaring mumkin deb men uchun yangilik bo'ldi rostdan. Bu aytganlarimiz hammasi xamir uchidan patir xolasi. Endi bir qancha bu masalan u kishining qamoqda bo'lgan holatlari, u boshqasi, shuning uchun ko'proq qamoqdagilarga Yusuf madrasasi deyishadi. Tushunarli. Ustoz, Yusuf alayhisalomning hayotini do'stlar birinchi qismini ham ko'rishingiz mumkin. Hozir biz ikkinchi suhbatini
qildik, ya'ni ikkinchi qismini 2 qismlik bo'ldi. Ustoz foydali bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh taolo o'zimiz uchun avvalo foydali bo'lsin, qolaversa shu bizni ko'radigan boshqa do'stlarimiz uchun ham foydali qilsin. Barchaga keyingi qismda keyingi payg'ambarni hayotini o'rganamiz, Xudo xohlasa. Katta rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.